sahiy xalqimdan baralla qarshi bo'lib tursa bas. Qani keta. Barakalla, ana endi qarshi ishlasangiz bo'ladi. Rahmat. Aka qiynalib ketdim deydi. Qiynalasan-da. Pul topish osonmi senga? Yurakcha sut qo'ya qol, olov-palov qilib bo'ldi, yig'ishlar. Ozgina mehnat qilasan, badandan qon chiqarasan, ana undan keyin olgan pulingni halol. Ulash kerak ba. O'zi uchun qo'ya qolasan. Qafasini shisha parchasiga urib bir tomosha ko'rsatsin. Qat'iy to'xtab qolmasa bo'ldi. Qani ketdi boss deganda. Seni o'rningda emasman, lekin his qildim. Shunday yotading, koshki shishalar issiq bo'lsa. Shuncha odam issiqqina jimpirda kurtkada turib tursa, maza qilyapsan. Enayni ko'rding. Tayyormi? Ketdi bossing. Ovozim qarshi ishlagan bo'lmas qo'l. Agar kitobdan adashmasam, bu yerda salkam 500 ta odam turibdi. Salkam 500 ta odam turibdi. Lekin bu cho'layotgan qarsak 5 ta odamni qarsaga chiqyapti-yu. Mana bu tomoshasiga e'tibor bering. Orqa qafasida shisha parchasiga yotsin. Qorin qafasiga tunuka qo'yamiz. U ham yetmagandek 32 kilolik polvonlikni toshini qo'yamiz. U ham yetmagandek 11 kilolik bozg'on bilan aylantirib qorinda turgan toshga qaratib uraman. Bu zarbani qadriga yigitlar yetadi. Ikkita o'rtoq hazillashib qorin qafasiga bir ursa, nafas bir necha soniyaga bo'lsa ham to'xtab qoladi. Lekin bola odamni emas, temirni zarbasini ko'tarishga harakat qiladi. Yaxshi ko'z, yaxshi nazar bilan kuzatib boramiz. Albatta, qarsiylar bilan g'ani ketdi bostiganda. Ha. Vopa. Sho'r bo'lib shoshilmasdan. One by one. Gumon qiluvchi insonlar borda. 1 kilolik toshni taroziga qo'lingizga qolga ko'tarib, tarozi ustiga tashlasangiz 10 kilo, 11 kilo yukni bosadi bir pasda. Lekin bola 10 kilo emas, salkim 320 kilo yuk kelib tegadi. Ana shu holatda ko'tarishga harakat qiladi. Orqasiga e'tibor beryapsizlarmi? Bu tomonga bunday aylan, men tomonga qara. Ko'rindimi? Qon albatta yorug'liq. Bola jonidan kechib tomosha ko'rsatyapti. Qani ketdi, yot deganda. Bosdi. Beja harakat qilib joy bo'lmaydi. Voy, burniga salzam yozgina qoldi, o'g'lim. Rahmat. O'zingdan ko'r. Bu hali holva bu. Endi boshlanadi haqiqiysi. Yetadi, hali boshlamadim qizim. Ozgina qiynalsin bu. Tayyormisan? Ketdi bosdik. Ha. Faqat urayotgan paytda qo'lni qo'yishdan chiqmasin, bola qiynalib turolmasin. Lekin hozir emas, hozir Har o'zingga aytamansan, odam podam emassan sen. Aytaman-ku. Endi e'tibor bering. Tosh pastga tushib ketdimi? Yot. Mani jonimni seni joning qiynalyapti-yu. Tana boshqa dard bilmas deb shuni aytadi.
atsin. Toshni qo'ygan bo'lsak, ana endi toshni qo'ymasdan tunikani o'ziga aylantirib solaman. Mana shu holatga ham bardosh bersa, xuddi mana shunaqangi bo'ldi degan orqasiga qarshi bilan qo'llab tursalaring bo'ldi. Qani kiyapti bosganlar. Ozgina jumtiringlarmi, urgani eshitilsin. Qo'rqadiganlar oldindan qo'rqib qo'yinglar. Nos chekib nos tashlab yuboringlar. Hayt deyman deb yutib yuborish yo'q. Ja qo'rqsalaring yuzini ko'zni bekitib, barmoq orasidan ko'rib turaveringlar. Shunda chala ko'rinadi. Tayyormisan? Enangni ko'rding. Ketdi. Tirikchilik toshdan qattiqdi, shuni aytadi uka. Oldindan o'tayotganda aytdim-a, o'ynamay qo'y bu o'yinni. Qattiq tegadi desam, bosing aka deding. Bu tamom bo'ldi, nakat bo'ldi bu. Lekin qarshi ovozim bo'lsa turadi. Ya! Ha, siz eganda bitta. Ha? O'g'lim shunday to'shaydi, o'zini qoldirib, tunikani olib keting. Qoldiring to'shaydi. To'shay qolaversin. Qolaversin shu yerda. Ke, tez ke. Ke, undan ham dahshati bor. Oxir odamlar ko'rmayman deb teskari qarab olmasa bo'ldi. O'tir tizza bilan. O'tir. Nima menga indis qarash qilasan? Eshaniga o'xshab ko'rinyapmanmi ko'zingga? E'tibor bering, qorniga tosh qo'yib urdik. Toshni olib tashlab tunikaga qo'yib urdik. Ana endi bo'yin qafasiga bozg'onni o'zi bilan bir dona uraman yetadi, ko'p emas. Mana shu bo'yniga boshda egib turasan. Mana shu qismga. Qani ketdi. Ha. Bu jonidan to'yganda o'zi bu. Oldiga borib bo'yningga urmasam, aka uring demasdan o'tiraver. Boshqa odamga shunaqa degan jinnimisan sen deydi. Kallam yo'q o'zing tom ketadi deydi. Agar hozir buni shu yerda bir ursam, kecha aytdim-ku. Shu yerdan buni to'g'ri banisaga, mana to'g'ri milisaga olib ketib qolishadi. Hech ham borgim kelgan yo'q u yoqqa. Xudo saqlasin. Bola don ostida jonidan kechib tomosha ko'rsatyapti. Qarsiy choling. Cho'ntagingiz dollarga to'lsin ilohim. Barakalla! Ya barakalla! Bugundan boshlab yangi shogird paydo bo'ldi. O'zim bilan olib ketaman. Agar dar orqaga qaytib qochib olmasak. O'yinlar yoqyaptimi? Xursand bo'lyapsizlarmi? Bitta qarshi chalsalaring bor deb aytaman. Hamma! Qarangizlar, yosh bo'lishiga qaramasdan muborak don ostiga qadam bosib chiqib, o'zi uchun aziz bo'lgan badanidan qon chiqarib tomosha ko'rsatishga harakat qilyapti. Chekada turib tomosha ko'rish oson.